Assalomu alaykum YouTube ahli. Xudo xolasa mana yana Andijon mebel markazida yana bitta zo'r yangilik bo'ldi. Xudo xolasa ishimizni 12 ta viloyatga oson holatda, qiylanmagan holatda, dastlabki holatda chiqaveradigan insonlarga ham promoy shopirlar o'zi bilan kelishib, gaplashib, olib ketadigan vaziyatga keldik. Xudo xolasa manzilimizga keladigan bo'lsak, to'liq ma'lumoti o'zi Sharxondan kelish bu tarafi, Baliq Sharxon, xudo xolasa Qo'qon viloyatlaridan kelishi, Yozyovonlardan kelishi, promoy kelasiz. Sharxon mebel markazidan o'tib kelganingizdan keyin Andijon mebel markazi ochildi. Ko'rishingiz mumkin. Shuni yoniga katta plashatkada Isuzu pita qilib qo'ydi. 12 ta viloyatga behijolat gaplashib, kargolarga chiroyli tarzda olib ketishingiz mumkin. 12 ta viloyatga bor. Bu yerdan mashina topasizlar, Liboy joydan. Xo'p, summalari ham arzon holatda chiqadi. Xudo xolasa joylari ham o'ta tekis, mana yuklar o'sha urilgan mashinalarga mana 90 partiyaga yuklar ketyapti. Xudo xolasa behijolat. Yana bir qulayligi bor. Bu yerda xudo xolasa gaz sistemamizdan bitib qoladi. Shu Qo'qon viloyatlaridan kelgandan keyin mebel markazida mebelni olib qiylanishmaydi. Bu yerda bemalol yotib, bir kun yotib, 2 kun yotib, xohlagan mebelini xarid qilib, nima xohlagan bo'lsa ham shunday o'tadi-da. Shu mebel markazi yonida Isuzu Pita'da, Isuzu'da mana shu nima yuk olgan bo'lsa, qaysi viloyatga ketishini, Qoraqalpoqqa ketadimi, Jizzaxgami, Surxondaryogami, Toshkentgami shunday o'tadi, gaplashadi. Biz o'zimiz Isuzu'ga chiroyli tarzda olgan narsasini chiroyli mana mexki ugoloylar yuklangan, o'sha chiqitadi mana. 80 partiyada akamiz olgan. Xudo xolasa olib ketib, chiroyli holatda topshirib, xudo xolasa ancha udobstvasi kuchaydi. Mebel markaziga kelib, bemalol o'zingizlarga yoqqan dizayn asosida mebellarni xarid qilib, o'zingizlar shopir bilan yuzma-yuz gaplashish imkoniyatlari yana ham osonlashdi. Bunaqa vaziyat ancha-muncha joyda, ancha-muncha viloyatda bo'lmasa kerak menimcha. Men o'z fikrimni bildirmayman. Bilganlar kommentariy yozsa, bemalol yozib, mana deb yozib ketsanglar bo'ladi. Xudo xolasa yotoqxonalari ham tayyorlanyapti inshaalloh. Juda ham oson bo'ladi. Juda zo'r yangilik, xudo xolasa do'stlar.